Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, savdogarlar kanalining hurmatli aziz kuzatuvchilari, aziz qadrdonlar, biz uzoq yaqindan kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Biz bugun mana terak narxlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi sanamizga 2026-yil 8-iyun dushanba kuni turibmiz. Terak mahsulotlarini sizlarga narxlarini bir boshdan qadamma-qadam 3 metrdan tortib 6 metrgacha bo'lgan holatda to'sinlarimiz sizlarga narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Chiroyli kuchli xizmatlarimiz, takliflarimiz bor. Kuzatib borsangiz chiroyli sizlar bilan ulashamiz. Aziz qadrdonlar, sizlardan bir dona like so'raymiz. Podelitsiya tugmachasini bosib, yuqori aytgan akalarimiz jo'natib bersizlar shu videomizni. Biz qisqa va lo'nda narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. 3 metrdan 6 metrgacha uy to'sinlarimiz narxlari bilan bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Hozirgi holat 5 metrli to'sinlarimiz mana. 5 metrli baquvvat zo'r to'sinlarimiz mana narx-navolari o'rtacha holat, mana hozirgi kunda sotilayotgan sredniy holat. Bularimizni 170 ming baho aytib 160 ming so'mdan hisoblayapmiz mana. Aziz qadrdonlar, uzunligi 5 metr. Xo'p, bularimiz 5 metrli baquvvat boy to'sinlarimiz mana. Holatlari juda ham zo'r holatda bo'ladi. Baquvvat bir xilda chertib olinaveradi, yoqmagani qolaveradi. Ichida ingichkasi yo'q, bir xilda baquvvat holat mana ko'rib turibsizlar. Padbor deyiladi, ajratib terilgan, kattasidan alohida, kichkinasidan alohida. 160 ming o'rtacha holat. Bularimiz 200 ming so'mdan beryapmiz, 190 ming so'mdan hisoblayveramiz aziz qadrdonlar. Agarda savdoyimiz 10 milliondan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 12 milliondan yuqori, 15 million, 20 milliondan oldi-berida bo'ladigan bo'lsa, dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo vodiy ichi bo'ylab bepul bo'ladi. Farg'ona, Andijon, Namangan, Qo'shtepa, shu vodiy Farg'ona viloyati har bir tochkasiga 15 milliondan yuqori, 12 milliondan yuqori savdoga dastlabki bepul bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Assortiment savdoga to'sin ketadi, tagiga murlar, tepasiga vassa, strapal, ustun. Shu jamiki assortiment olinadigan bo'lsa dastlabki bepul bo'ladi. Mana boy to'sinlarimiz mana 200 ming so'm baho aytib 190 ming so'm beryapmiz. O'rtacha 5 metrlarimiz 160 ming so'mdan beryapmiz donasini. Bularimiz 4,5 metrli to'sinlarimiz. Holat juda ham zo'r. Uy to'sin, bu ayvon to'sin emas, holatlari juda ham zo'r. 125 ming so'm baho aytib 120 ming so'mdan beryapmiz aziz qadrdonlar mana. 4,5 metrli to'sinimiz. Xo'p, bularimiz 4 metrli yengil to'sinlarimiz. 3.30, 3,5 joylarga tushadi. Holatlari xo'p 75 mingdan 85 minggacha bo'lgan holatda to'sinlarimiz bor. 4 metrli. To'rt yarim metrli to'sinimiz, bularimiz 380, 360, 4 metrli joylarga tushadi. 5 metrli to'sinimiz joylaringiz 420, 4,5 metrli, 4 metrli baquvvat joylarga tushadi mana. 5 metrli to'sinlarimiz. Kuzatib boringlar, biz planramadan chiqqan mahsulotlar, shu vassaliklar, ustun, kashar, qovun, strapil, sarrob hammasini ko'rsatamiz. Bular 4 metrli ustunlarimiz. Sarrobga ham ishlatsa bo'laveradi, ustunga ham. Xo'p, donasi 40 ming so'mdan. 4 metrli baquvvat ustunimiz. Yonidagi 5 metrli sarrobli deyiladi. Tom tagiga sarrob deyiladi, tagiga ustumon deydi. Bularimizni bir donasi hozirgi kunda 60 ming so'mdan beryapmiz. Yonidagi 6 metrli baquvvat to'sin va 4 metrli to'sin qilmaganmiz, 6 metrli sarrob qilganmiz, holati zo'r. Shularimiz donasi xo'p 75 ming so'mdan 90 minggacha bo'lgan holatlari bor. 6 metrli. Bu yonidagilar bo'lsa ingichkaroq padbor qilib terganmiz, strapilar bular 6 metrli uzuni. Bularimizni bir donasi xo'p 55 ming so'mdan qilib beramiz. 6 metrli strapilar. Bularimiz sarrob strapilarimiz. Holatlari yaxshi. 50 ming so'mdan beryapmiz. 5 metrli uzun. Kashar qovunlarimiz bu arzon narxlarda bitirib beramiz mana. Bular 4 metrli ustunlarimiz, hozirga aytganimdek
40 ming so'mlik holatlari mana. 3 metrlik to'sinlarimiz mana. Holatlari juda ham zo'r holat. Bularimizni donasi hozirgi kunda 60 ming so'mdan beryapmiz. To'sinli. Barcha mahsulotlar bor, kolичество bor. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Toshkent shahar xo'p, voha tomonlardan ham aloqaga chiqaverasizlar. Bitirib beramiz. Yo'l kiralaringizni kelishtirilgan holatda murosa qilamiz, xudo xolasa. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Toshkent, Angren, shu Ponni, Toshkent viloyatlaridan aloqaga chiqaverasizlar. Kuzatib boringlar, qadrdonlar, mana sizlarga Abreznoy aradan chiqqan mahsulotlarimizni ko'rsatib boramiz. Bularimiz regalarimiz, razmeri 4 ga 4 chiqqan 3 metrlik pachkalarimiz metrini 4 ming so'mdan beryapmiz. 4 metrlik pachkalarimiz o'rtasida 2 metr ag'dan 2 metr bag'dan uloq kelgan 1 metrini 5 mingga sotyapmiz. 4,5 ming so'mdan hisoblayveramiz. Bunimiz 4 metrlik murlatimiz. To'sin tagiga qatiriladi, sesmani ustiga simda qatirib turib to'sin qatiriladi. Arzonroq holati 12 ga 4 ga chiqqan garbili bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana garbilli holat bo'ladi, obzori bo'ladi. Mana xo'p, bularimizni bir donasini hozirgi kunda 45 mingga sotyapmiz. 40 ming so'mdan hisoblayveramiz. 4 metrlik zum. Xo'p, mana 3 metrlik strapilamiz yana narxini tushuntirib o'tib ketaveramiz. 3 metrlik strapilamiz 12 ga 4, uzunligi 3 metr. Bu ham strapila qo'llarga, strapilaning uloqlariga ishlaveradi. Bir donasini shularimizni 30 ming so'mdan beryapmiz. 3 metrlik brusimiz mana. N13 qalinligi 7, bular to'singa tashlansa, piramichkalarga, ustunlarga ishlatsa bo'laveradi. Bir donasi shularimizni 60 ming so'mdan beryapmiz. 4 metrlik brusimiz mana 7 ga 13, uzunligi 4 metr. Bular to'sinli. Xo'p. N13 qalinligi 7. To'singa, sarobga, ustunga ishlatsa bo'laveradi. Bir donasi shularimiz 90 ming so'mdan beryapmiz. Bularimiz cho'qqa strapilamiz mana. Garbili yo'q, top-toza, chertib tanlab olinaveradi. 4 tomoni 4 burchak bo'ladi. N12 qalinligi 4, bir donasi 50 ming so'mdan. Mana. Kuzatib borsangiz, asqarg'onlar chiroyli bitirib beramiz. Shu 4 metrlik strapilamizni 6 metrlik qilib beradigan xonasi ham bo'ladi. Bitta 4 metrlik, bitta 3 metrlik beramiz. 4 ga 3 7 bo'ladi. 1 metr uloq qilib kirgizib olsangiz 6 qoladi. Bir donasi 80 ming so'mga to'g'ri keladi. Misol 50 ta 6 metrlik strapil zarar desalaringiz, 50 ta 4 metrlik, 50 ta 3 metrlik beramiz. Sizlar bizga 50 ta 6 metrlikni pulini beraverasizlar. Shunaqa holatda zakazlarimiz ham bor. Bularimiz N13 ga qalinligi 7, uzunligi 2 metrlik bruslarimiz. Holatlari juda ham zo'r holatda bo'ladi. Piramichkalarga, masofasi kalta joy to'sinlarga ishlayveradi. Donasini 30 ming so'mdan beryapmiz. Endi vassaliklarimizga keldi navbat. Diqqat bilan kuzatib boringlar, chiroyli vassalarimiz bor, aziz qadrdonlar. Mana aziz qadrdonlar, vassaliklarimizning zo'rlarini terdik. Bularimiz 2 metrga 2 metr bo'ladi mana. Bag'i 2 metrga, bag'i 2 metr, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Mana qatoriga, asosiy qatoriga ahamiyat berasizlar. 2 metr 2 metr qilib 10 ta 11 ta 9 ta biz 15 talik qilib terganmiz. Barakali qilib, xudo xolasa tomlaringizga chiqqanda chiroyli, yengil kvadratini bosadigan holat qilib terilgan mana 15 tadan kam bas. Bularimiz 1 kvadrat metri 12 ming so'mdan 14 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. 12 minglik ingichkaroq bo'ladi, siyrayroq. 14 minglik baquvvat, zo'r, mana shunaqa holat, butun holat bo'ladi mana. Yana bir vassamiz bor, ko'rsatamiz. Bu vassamiz garbil deyiladi. Uzunligi 4 ga, eni 1 qilib terilgan, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Bu 100 ga 100 bosadi. To'liq joylaringizni, misol 100 kvadrat bo'lsa, 100 kvadrat olsangiz bosadi. Buni ichida 1 metrdan tortib 3 metr, 2 metr, 2,5 metrgacha ulog'i bor. Biz 4 metr qilib terganmiz. Kvadratini chiqarib olish maqsadida bu shu 1 metrdan
2 metr, 1,5 metr, 3 metr shunaqa holat bo'ladi. 1 kvadrat metri 15 ming so'mdan 18 ming so'mgacha bo'lgan holati bor. 15 mingligi ulog'i ko'p bo'ladi, 18 minglik ulog'i kam bo'ladi. Mana 18 mingligi 4 metrli aralashgan bo'ladi. Garbil vasi. Mana bu yana bir xil vasamiz 4 metr standart bo'ladi, kalta bo'lmaydi. Yana biriga bu ham uzunligi 4 bo'ladi, standart 4 metrli bo'ladi. Nurlar taxt olmaganmiz. Garbil qilib, mana shunaqa qilib vassa qilganmiz akalarimizga 4 metrli vassa so'raganlarga. Bularimiz 1 kvadrat metrini 25 minggacha sotyapmiz. Kamaytirib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqsangiz kami bor. Mana aziz qadrdonlar, videomizni chekkacha ko'rganlar bitta chiroyli like bosib, like bosish esdan chiqmasin. Shu like bossalaringiz biz videolarimiz tarqalishiga ko'maklashgan bo'lasizlar. Shu uy qurayotgan akalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Aziz qadrdonlar, kimda kim shunaqangi uy qurmoqchi bo'lib, uy qurish maqsadida yurgan akalarimizga videomizni jo'natib qo'yasizlar. Aloqaga chiqaverasizlar, ikkilanmasdan bitkazib beraveramiz 100%. Hamma materiallarimiz bor.